amaliyotga borganman bitta больницаga Toshkent bo'yicha, endi uni otini aytolmayman. Viloyatlardan kelishyapti-da, 5 million to'lashyapti qo'ykaga, 5 million 10 kunligiga. Bu degani 500 ming kuniga ketyapti-da. Viloyatdan bechara ayollar kelyapti, bolalar juda og'ir ahvolda. Endi uni gapirmasam ham bo'ladi. Har xil ahvolda, og'ir kasallarda bolachalar. U xonaga kiraman fizioterapiya lecheniya, bu xonaga kiraman parafin, bu xonaga kiraman massaj. Visochniy chasi bor-ku, ana soat, qumli. O'shan qo'yib qo'yishadi-da, 3 minut ishlashyapti massajda. Tasavvur qilasizmi? Massajda 3 minut deysiz bera olmaydi. Elektrokarezni olaylik. Elektrokarez xonasiga kiryapmiz-da, 15-20 minut qo'yiladi-da elektrokarez. Nimaga teri qavat ostiga 15-20 minut dori singadi. Ular visochniy chasini qo'yib 3 minut ishlashyapti. Nima deganga? Bechara tuzalaman deb keldi. U tuzalaman deb u hech qanaqa natija olmaydi-da. Isho bizdan so'rayapti. Yaxshi massajistga shogirdlaring bormi? Chiqaryapsan-ku, bizga ishchi kerak, ber deydi. Nech pul olaysiz? Ham arzimagan pul aytayapti. Конечно, arzimagan pul olgandan keyin u ishchi massajistga sizga mehr berib 20 yarim soat qiladimi massaj? Hech kim qilmaydi. Shunaqa rahmim kelgan, Oqto'ba ko'p firmalarnikidan aytmaysizmi, aptekaga yuboradi. Qayoqda dorini yozadi-da, firma bo'ladi-da. Shatda chiqaradi, boradi, dorini olib keladi. U vechir qishloqdan kelgan ayollar qayerga boradi, dardini aytib. Aptekaga boradi, yo'q. U yoqqa boradi, yo'q. Buni erini chaqiradi, olib keltiradi, yo'q. Oxiri vrach aytadi. Bo'ldi, mana mamtda bor, mamtga borasan deydi. Qog'ozini qarasang, tagida yozilgan. Rahmat.